mümkün bo'ldi. Bugun sizlar bilan Bekmurod 5 men o'zimni himoyamni tiklayapman. Hozircha men qishloqdan darak yo'q. Nima bo'layotganini bilmayman. Hali men mavjud tillar bilan shug'ullanyapman. Mana o'sha tillar qiling nima qilib yuribdi yoki himoya tuzig'idan chiqib ketmagan. Hozir biz loy qo'yib boshlaymiz. Menga muhimi narkotiklarni olib ketmasa bo'ldi. Hozircha kreativdaman. Voy. Zombilar o'tib ketmasligi uchun bizga mana buni. Mana shuni qo'yib chiqaman. Mana shuni suv yo'llari eng yaxshi kerakli narsadir. Shu uchun bu yerlarni tiklab hozircha bu yerlarni tiklab himoyani yaxshi o'tiraman. Zombilar qishloqlarga tegmaydimi demoqchi bo'lsanglar, yo'q tegmaydi. Bu krovat esa himoya uchun. O'zim kechda uxlab qolaman. Men uxlayman. Mana bu uxlasam bo'ladi. Tayyor. Mana shunaqa. Ishtirgan krovat. Endi uyga qaytamiz. Endi boshqa qishloqni ham ko'rsataymi? Ana, qishloqdagi yaqinda yangi qism chiqadi. Mana ularni himoyasi. Kemani kiritib qo'ysa bo'ladi. Bu yerga ham kema qo'yish kerak hali. Kema qo'yib bo'lgandan keyin suvarga o'tib olamiz sekin. Bu yoqqa qilib qo'yaylik. Shu yoqqa. Ana, bo'ldi. Endi bu yoqqa kema qo'yamiz. Kerakli bulutlar o'tib ketadi. Biriga tuxum qo'yib ketganlar.